Xohlaysizmi, yo'qmi, oilani kayfiyati ayolni kayfiyatiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Tasavvur qiling, siz ertalab turdingiz va nonushta qilish uchun kuxnyaga bordingiz. Ayolingiz g'azab bilan taq-tuq qilib salom ham bermasdan nonushta tayyorlayapti. Yedingiz, ichdingiz, chiqib ketdingiz. Kun davomida nimadir yuragingizda g'ash, tushunmaysiz, nima bo'lyapti. Uyga qaytib keldingiz, yana shu ahvol. Yoki buni aksi holati. Ertalab turdingiz, onangiz yoki rafiqangiz qo'shiqlar aytib, nonushta tayyorlayapti. Keling jonim, o'tiring, choy ichamiz dedi. Siz ham kulib xursandsiz. Ishga bordingiz, xuddi $1 million topgan odamdek quvonib ishlab, uyga yugurib chopib kelyapsiz. Ikkalasida farqni ko'rdingizmi? Ikkala holatda ham o'sha ayol, lekin uning ruhiyati ikki xil bo'ladi. Aynan ayolingizda xush kayfiyatlikni, doimo ochiq yuzlikni ko'rishni istasangiz, ayolingiz o'z ustida ishlashi uchun ruxsat va sharoit yaratib bering. Agar sizga malakali psixolog xizmati kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.